shu koreyankalar makiyajni boplaydi-da, nejni qiladi, lekin shunaqa ochilib ketadi. Как раз mana ko'p kishi koreyankalarga o'xshaysan deydi. Shunaqa makiyajni takrorlab ko'ramiz. Обязательно sprey qilamiz yuzimizni namlantirib olish uchun va молочко. Baza ishlatmaymiz chunki bizda maksimalni lehkий makiyaj. SPF yuzimiz kuyib ketmasligi uchun va Dior concealer bilan молочкoni aralashtirdim. Bizga lehkий tekstura beradi, shpaklovka bo'lmaydi. Agar sponj bilan rastashuvaz qilsalaringiz hammasidan yaxshi. Korreksiya qilamiz va burunni korreksiyasiga ahamiyat beramiz. Chunki ularni kichkina chiroyli burunchasi amaniki kartoshkaday menimcha. Keyin dalishi rumyani ishlatdim обязательно va korичневый teng ishlatamiz. Ko'rinar-ko'rinmas highlighter qilamiz. Qaranglar, уже korreksiya bilan ochiladi odam. Обязательно highlighter rozовый bilan oqni aralashtirdim. Va koreyskiy emas, alyuskiy makiyaj bo'ladi. Hali ko'zimni uyib olardim. Koreyskiy makiyaj qilaman deb. Tak, korичневый qalam bilan bo'yaymiz slizistini va lehkий korичневый podvodka bilan mana shunaqa chiroyli podvodочка chizdim va qo'limni uchi bilan chiqardim, strelkani uchchasini. Bobomni yillaridan qolib ketgan kistichkalarim bilan bu korичневый tenglar bilan rastashuvaz qildim va ko'zimni tagini ham teng surdim. Tushga ahamiyatliroq bo'linglar, потому что ular juda ham ko'zni sevadi makiyaj. Qoshni prosta taraymiz va labimga lehkий kontur bilan rumyani qildim do'stlar. Menimcha juda ham chiroyli makiyaj chiqdi. Endi ular linza taqishadi, no bizaga bez linza.